Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Abdulahat Nur Efendining bayonoti diqqatga sazovor edi. Assalomu alaykum. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti sürgünde hükümeti rahbarları, Sharqiy Turkiston dostları ve barliq sabdoshlar. Men birinchi Cumhuriyetimizning qurg'uvchisi va bosh ministri Sabit Damullamni, ikkinchi Cumhuriyetimizning prezidenti Alixon To'ramni ve mustaqillik ko'rishimiz mezgilida jeni ve meli bilan urush qilgan askarlarni ve bu ulug' yo'lda jenini fido qilgan shahidlarni cho'nqur seg'inish ichida eslayman. Egimiz Cenab-ı Allah'ның rahmeti, mağfireti ve berketi ularning ustiga bo'lsin. Shundaqla ularning izini besib, bu mübarek kurashni davom qildirayotgan hukumatimizning barliq fidokor a'zolariga rahmat aytaman. Allah'ның yordami ve qo'llashi biz bilan birga bo'lsin. Amin. Bu yıl Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti sürgünde hükümet kurulganlığının 20 yıllarını tebriklash münasebeti bilan bu yerga yig'ilib, Washingtonga yig'ilib siyosiy faoliyat qilib o'tiribmiz. Bu faoliyatga qatnashgan va qatnashishni orzu qilgan barliq qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Shundaqla 20 yil burun dunyoning har qaysi davlatlarida yashayotgan vatanparvar millat sarxillari bir araya kelib, bu Sharqiy Turkiston surgunda hukumatini qurib, mustaqillik harakatini yangidan jonlantirgan ve bizni bu ulug' yo'lga yetaklagan peshqadamlardan Alloh rozi bo'lsin. Ularga bu hukumatning bosh ministri bo'lish bilan tashakkur etaman. Men barliq hukumat a'zolari, siyosiy tashkilotlar, barliq parlament a'zolarimiz ve hukumatimizning millatimizga xizmat qiladigan barliq xizmatchilariga ishlarida utuq tilayman. Sharqiy Turkiston surgunda hukumati 2004-yil 9-ayning 14-kuni qurilgandan buyon Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyatiga qarshi milliy kurashga ve mustaqilligimizni asliga keltirish harakatiga rahbarlik qilib keldi. Ve bu mustaqilligimizni asliga keltirish uchun kurash qilib keldi. Shundaqla butun kuchi bilan bu kurashni g'alabaga erishtirishga tirishib keldi. Shunga hozir Xitoy tajovuzchilarining neyronlariga qarshi turishda 20 yillik tajribasi ve bilimi bor. Ve Xitoy istihbarotining tuzaqlariga qarshi turadigan aql-parasti bor. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti surgunda hukumat qurilgandan buyon Xitoy tajovuzchilaridan iborat ishg'oliyat kuchning istihbarot o'yinlari, ilmiy kirlari, tahdid ve şantajları bilan egallanishda ve kuch yetmaganda haqoratlanishga uchragan hukumatimiz millat o'g'il qizlaridan tanlanib chiqqan o't yurak qahramonlarning sezgurligi ve qahramonligi sababidan nurg'un qatim sog'-salomat saqlanib qoldi. Bu hukumatni Xitoy changalidan saqlab qolgan bu azimatlarga salom bo'lsin. Bu azimatlarni millatimiz ichidan chiqqan g'ozilar desak albatta arziydi. Men bu yerda shuni ta'kidlamoqchimanki, bu hukumat 20 yillik kurash tarixi jarayonida her qanday bir krizisga hal qilish chorasi topdi. Ve sharoit eng qiyin bo'lgan taqdirdami hayot qilishni qo'lga keltiradi. Uningdan sirt bu hukumat qurilgandan beri millatimizning nazar doirasini kengaytiradigan fikriy ozuqlar bilan ta'minlab keldi. Eng muhimi mustaqilligimizni asliga keltirish uchun kurash qilishdan iborat eng sog'lom yo'lni ko'rsatib berdi. Shundaqla millatni qutqizish strategiyasini bekitib, bu yo'lda kuchining yetishicha xizmat qilib keldi. Ve bu haqda mo'l tajriba sabaqlar qozondi. Hozir muhojiratdagi tashakkullar ichida mustaqillik davosida birdan bir ko'zga ko'ringan bir organga aylandi. Bu hukumatda hozir millatimiz ichidan tanlanib va saylanib chiqqan munavvar insonlar xizmat qilmoqda. Bu insonlar sifat jihatdan, layoqat jihatdan ve samimiyat jihatdan tanlangan va saylangan kishilar bo'lib, kech kunduz millatimizning ozodligi ve işgal kılıngan devletimizin mustaqilligini asliga keltirish uchun xizmat qilmoqda. Shuning uchun bu hukumatning a'zolari, xalq jangchilari ve g'ozilari hisoblanadi. Men shunday ishonamanki, mushundaq samimiy insonlar
izchil millat uchun xizmat qilsalar, bu millat cho'qim qutuladi va mavjudligini saqlab qola oladi. Agar bir millat mavjudligini saqlab qolsa, muhaqqaqki u millatning davlatimi bo'ladi. Davlat mavjud bo'lsa, u millatning mavjudligini davomlashtiradi. Davlat millatdan ustun emas, ammo davlatsiz millatmi oyoq turolmaydi va yashay olmaydi. Hayot qololmaydi. Shuning uchun biz Sharqiy Turkiston Jumhuriyat surgunda hukumatı davlatimizning mangulik ishg'ol qilishiga qarshi turganimizdek, irqiy qirg'inchilik orqali millatimizning yo'q qilinishiga qat'iy qarshi turamiz. Biz bu millatning mustaqillik irodasiga vakillik qiladigan organ bo'lish sifatimiz bilan hech qanday bir shaxsning yoki tashkilotning bu mustaqillik harakatining sirtqi qilishini xohlamaymiz. Shuning uchun biz har bir tashkilotni va har bir shaxsni mustaqillik harakatimizning ichida bo'lishini orzu qilamiz. Qarindoshlar, insonlar jamiyati tabiatga o'xshaydi. Xuddi tabiatni tabiat qilgan amil, uningdagi Alloh yaratgan nizom va intizom bo'lganidek, millat va davlatlarning nizom va intizomi bo'ladi va bo'lish kerak. Shuning uchun davlat atalari va millat oqsoqollari deydi-ki, nizom va intizom davlatning va millatning to'riki. Bir millat va yoki bir davlat hayot qilishni xohlasa, cho'qim vatandoshlari nizom va intizom ostiga kirish shart deydi. Shuning uchun biz Sharqiy Turkiston xalqi mazlum, ezilgan va irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan va davlatsizlikning dardini yetkazib tortayotgan bir millat bo'lish sifatimiz bilan biz bu cho'qim bir nizom va intizom ostiga kirishimiz shart. O nizom va intizom nima bilan qo'lga keladi? Bizni o nizom va intizom bilan ta'minlaydigan narsa qonundir va nizomnomalardir. Qonunning ruhi adolatdir. Adolat egilik huquq va osoyishtaning asosidir. Qarindoshlar, biz adolat degan chig'imizda biz hammamiz bir millat sifatida adolatni barpo qilaylik. Adolat engini ruhimizga singdiraylik va adolat prinsipi bo'lgan layoqat va qobiliyatga ko'ra vazifa olish qoidasiga amal qilaylik demoqchi. Vatanimiz Sharqiy Turkistonni Xitoy tajovuzchilaridan tozalash qanday adolat bo'lsa, bu vazifani ado qilish jarayonida bu vazifani adolatli shaklda bo'lishishmi o'xshashda adolat va hatto zaruriyatdir. Bu vajidan har bir Sharqiy Turkiston fuqarosining mustaqillik harakatlariga qatnashishi diniy nuqtadan qaraganda bir farz bo'lgan bir majburiyatdir. Siyosiy nuqtadan qaraganda vatandoshlik burchidir va axloqiy nuqtadan qaraganda insonlik vazifasidir. Xususan, xalq tarafidan saylanib millat vakili bo'lib, bu hukumatning bir mansubi bo'lish bilan bu harakatga qatilganlarning vazifa olmay turilishi yoki vazifa olsimi pastlik bilan kun o'tkazishi Alloh oldidami va xalqimizning vijdoni oldidami og'ir jinoyatdir. Qarindoshlar, biz Sharqiy Turkiston xalqi boshqa xalqlarga o'xshamaymiz. Boshqa xalqlarning beshida zulm bo'lsa, bizning beshimizda qatliamlar bor. Başka milletlarda erkinlik problemi olsa, bizning beshimizda irqiy qirg'inchilik bor. Başka milletlarning boyligi talon-taroj qilinayotgan bo'lsa, bizning moddiy va ma'naviy hamma narsamiz tutun yo'q qilinmoqda va millat sifatida dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari tomonidan top yakun o'limga hukm qilinib, ijro qilinmoqda. Başka milletlarda öz davlati va xalqi uchun ish qilganlarga maosh beraligidek quvvat bor bo'lgan bo'lsa, ammo bizda öz davlatimizning mustaqilligini asliga keltirish uchun ish qilayotganlarga maosh beraligidek ne kuchimiz bor, ne odatimiz bor. Shunga biz o'zimizni dunyo va oxiratda qutuldirish uchun öz malimizga, öz yanchiqimizga va öz jonimizga tayinish to'g'ri keladi. Başka milletler zulmga uchrasa, başka bazı devletler ve bazı xalqaro qurilishlar yardım qilmoqda. Ammo bizning beshimizga bu qadar keng ko'lamlik va og'ir irqiy qirg'inchilik kelsa, ne Türk irqidan bo'lgan
kan qarindoshlarımızdan ne Müslüman ırkıdan bo'lgan can qarindoshlarımızdan yardım kelmekte. Yardım u yoqda tutulsun, mescitlerde kılıngan dualardımı unutup kalmakta. Biz ularning aldığı berip ahvalimizni tushundirib yardım so'ragan chog'larimizda ular bizni bek dard aytib, ularning dardining bizning dardimizdan ig'ir ekanligini deb yardım qilishdan o'zlarini qochmoqda. Ularning o dardi bor ekan deyli, hech qanday dardi bo'lmagan, taraqqiy qilgan va o'zlarini erkinlikning ijodchisi, kishilik huquqning himoyachisi, inson haq huquqlarining qo'g'dug'ichilari ve xalqarалық ulug' qimmat qarashlarning beshigi deb qaraydigan kuchli davlatlarga qarsaqla yanala o'xshash. Ularmi yanala bizning ishimizga kelganda o kadar uçuk aşkarı irqiy qirg'inchilikni ko'rmasga selavatidi. Azg'ina g'arb davlatlaridan boshqa davlatlarning ovozi yanala chiqmayotidi. Sababi pul, Xitoyning puli. Xitoy bu pulni bizning vatanimizni ishg'ol qilish orqali, bizni majburiy ishlatirish orqali, a'zo atkazchilik qilib, bizning badallarimizni boylarga sotish orqali topgan pul. Bizning qon badalimizga va jon badalimizga kelgan pul. Hozir insonlarning qadr qimmati insoniyat tarixidagi eng qadrsiz holga tushib qolgan vaqt. Bizning beshimizga kelgan bu musibatlar dal mushundoq bir taleysiz va shum bir vaqt to'g'ri kelib qoldi. Qarindoshlar, bu ahvol bizga shuni tushuntirdi ki, o'zimizning ishini o'zimiz qo'limizdan kelish chiqarmasak, bizga hech kimning ichi og'rimaydi. Biz Sharqiy Turkiston xalqi hozir ega chaqisiz yetim bir balaga o'xshaymiz. Bu bala aç yalang'och, yeydisi yo'q, icheydisi yo'q. Ma'sum umidlar bilan bozorga berib, oshxona va navoiyxona aralab mengib yuriydi. Her oshxonaga va har navoiyxonaga berib, mezilik tamoqlarga qarab va tamoq qilib xo'jayinlarning ko'ziga qaraydi. Ammo her yerdan o'xshash bo'lmagan pozitsiyalarda haydaladi va tamoq berilmaydi. Ammo u bola umidsizlik va hayronlik ichida o'ylaydi. Kichikgina tamoq bersa nim bo'ladi, bir to'g'ram non bersa bo'ladi deb. Xuddi shu boladek bizmi güdeklarcha ma'sum o'ylayapmiz. Bir kimlar chiqsa va bizga yordam qilsa deb. Qarindoshlar o'yg'onayli, aslimizga kelayli. Hozirgi bu sistemada bir manfaati bo'lmasa, yiqilganni yo'laydigan ish yo'q ekan. Ko'ryapmiz bu. Türk irqiga mansub o'zimizning qon qarindoshlarimizni ko'ryapmiz. O'z dinimizga mansub bo'lgan jon qarindoshlarimizni ko'ryapmiz. Hammasi o'zining ushaq-tushak ishlari bilan mashg'ul. Ular yordam qilmasa mayli. Afsuski pul uchun dushmanimizning maydonida turib tomosha ko'ryapti. Shuning uchun o'zimizning ishini o'zimiz qilmasak, bizga hech kimning yordami kelmaydi. Shuning uchun Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni iborat. Bu o'z ishimizni o'zimiz qilaylik. O'zimizga o'zimiz adil bo'laylik. O'zimizning ishini o'zimiz qilaylik. Bu harakatda qobiliyatimizga yarasha vazifa olaylik. Harakat qilish orqali oldi bilan boshqalarga o'zimizning tirik ekanligimizni isbot qilaylik. İnsanda hayatlık nişanısı bo'lgan harakat bo'lmasa, unda kishini doktorma davolamaydi. Chunki haraketsizlik o'lganlikning alomatidir. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga bir qism insonlar qatnashib, yana bir qism insonlar qatnashmasa, bu bir butun millatning harakati hisoblanmaydi. Shunga bu harakatga hammamiz qatnashishimiz kerak. Xususan saylamda millat tarafidan millat vakili saylanib, millat vakili bo'lgandan keyin vazifa almaslik yoki vazifasida pasivlik qilish Allohning inson fitratiga yuklagan adolat qonuniyatiga xilof bo'lib, bundaq pasivliklar Allohning yordamining kesilishiga to'sal, Allohning yordamining kelishiga to'salg'i bo'ladi. Agar adolatli shaklda vazifa olib, ham adolatli shaklda ishlasak, shuncha qiyin ko'ringan ishlar bekla oson bo'ladi. İşlerimiz ve ömrümüz bereketli buludu. Adaletli şekilde işleyen işten kişilerini Allah mı söyledi? Allah söyleyen kişilerge bütün takılıp kalan işlerinin hepsi içerip gidiyordu. Demek biz öz bəxtimiz için adaletli şekilde iş tutsakla işlerimiz umuşluk buludu, işlerimiz bereketli buludu
ve Allah'ın yardımı maqsadimizga dünya ve ahiret yetimiz. Qarindoshlar, bu adaletsiz dünyada biz bu özümüzge karşı adaletsizlik bilen muamele kılsak, bu adaletsiz dünyanın g'aldir kişileri arasında ingran halda parçalanıp tugaymiz. Mesela xalqimizning ko'zida mustaqillik meydanida ish qilganlar bilan qilmaganlarning farqi bo'lmasa, mustaqillik uchun bedel to'laganlar bilan bedel to'lamaganlarning farqi bo'lmasa, ömrünü bu ishga ataganlar bilan atamaganlarning farqi bo'lmasa, ish qilganlar bilan quruq gap qilganlarning farqi bo'lmasa, gunohkorlar bilan gunohsizlarning farqi bo'lmasa, Hainler halk arasında erkin azade mevcut yürgende günahsızlara hakaretlense ya ki cezalansa, müstakillik yolunda mangallar hor görülüp can baktılar alkışlansa, bizde adalet duygusu yok kalgan buludu. Ehvalimiz bu halka düşkende Allah Teala'mı bizge adaletli görsün bu iş için fazlı kerime bilen emez, adalet bilen muamele kılışka başlaydı. Allah'ın adaletiga uçuran çağımızda bizning tugashganimiz şu. Çünkü bu çağda yüzümüz arasında sadır bo'lgan adaletsizlikler, zulümler şeklinde beşimizga yağıdı. Bizge Allah'ın merhameti emas, g'azabi yağıdı. Bu çaqqa kelgende Allah Teala bizni bu dünyada edepleş üçün ve eslimizge qaytırış üçün bizni iki jidal majraga mubtala qiladi. Sebepsiz halda birbirimizden xafa bulup kaladigan hali şekillenidi. Birbirimizni xafa qilish niyetimiz bo'lmasimi, davamlıq birbirimizden renjish, razı bo'lmaslik, qoyil bo'lmaslik, ko'zga ilmaslik qatorliq manfiy huy mijozlar maydonga keludi-da, o'zaro g'ayvat shikoyat, haqorat va hujumlar bosh ko'taradi. Bu holat inqilobchilarimizning ruhiy holatiga og'ir zarba bo'ladi. Milliy manfaat uchun ulug' g'oyalar bilan yo'lga chiqqan qarindoshlar ruhiga og'ir zarba bo'ladi. Bu holatga kelgandan keyin butun millat umidsizlikka patidi va inqilob to'xtaydi. Shuning uchun qarindoshlar, bu ulug' inqilobning bu holga tushib qolishining sababi nima? Aramızda davamlashib kelayotgan va inqilob safimizda yuz berayotgan bir-birimizga bo'lgan adolatsiz pozitsiyalardir. Birimiz o'ygansak, onimiz uxlaymiz. Birimiz ish qilsak, onimiz qarab turamiz. Birimiz bedel tüzülsek ya ki fidakarlık kılsak onumuz tamaşa görümüz. Birimiz vazife alsak nurgunumuz vazife almasın ve numus mıkınmasın gün ötkümüzümüz. Bu haletini tüketeyli. Hemimiz inkılavi meydanda üteyli. Oygunaylı. Kolunlarda ve aldığınlarda Şarkı Türkistan halkının müstakillik arzusu vakillik kılıp kilavatkan ve koludun kelgen imkaniyetlerini kullanıp Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini esige keltiriş için küreş kılıp kilavatkan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti sürgüntü hükümeti var. Bu hükümet 20 yıldan beri Xitay istihbaratı ve onun galçıları bilen elişip ve nurgun kıyınçılıklarını baştan köçürüp hazırkı müşahidet geldi. Xitay istihbaratı bu hükümetini halk destekini ayrı yetişke şunç tırısı halkımız içinden çıkan ve siyasi sözgürlük yukarı boğan vatanperver ve halkperverler qarindoshlar kelip bu hükümetini düşmanımız suikastlardan nurgun katım saklap kaldı. Demek hazır hükümet 20 yıllık tarihinin en güçlengen halıtıda turuptu. Hazır hükümetten nurgun kabiliyetlik ve samimi inkılapçılar var. Siyasi cihetten düşmanın her kandak siyasi suikastlarına takabül turalığıdek siyasi sezgürlük yukarı nurgun kişiler var. Hatta bu hükümetteki kabiliyetlik insanların sani muhaciretteki her kandak teşekkül ve teşkilattaki kabiliyetli kişilerin saninden köp ve seviyelik. Şunun için hükümetin lağı iyi çıkınlar. Bu hükümetini itiraf kılınlar ve bu hükümetki kelip vazife alınlar. Kılıdığın iş bek köp. İş kılıdığın kişiler azlık kılıvatıdı. Biz bilimiz ki halkımız arasında nurgun kabiliyetli insanlar var. Nurgun samimi insanlar mı var? Biz hükümet buluş sütümüz bilen bütün Şarkı Türkistan halkını bu hükümetni maddi ve manevi cihetten qo'llashga chaqiriq qilamiz. Irqiy qirg'inchilik uchrayotgan o'z xalqimizni qo'llash, ularga destek berish va Xitoy istihbarotining besimini qirib tashlash
Xitoy apsharkalarining heyvisini sundirish, Xitoy ayg'oqchilarini mat qilish uchun shundaqla o'zimizning adolat tuyg'usi bor, vijdonli insonlar ekanligimizni isbotlash uchun bu hukumat rahbarligida o'z baxtimizni yaratish kapolati bo'lgan mustaqilligimizni asliga keltirish yo'liga birga atlanaylik. Bu vazifani adolat bo'lish orqali hem o'zimizni qutqizaylik, hem sabdoshlarimizning yuklarini yengillataylik. Qarindoshlar, mustaqilligimizni asliga keltirishdan iborat davoyimizni xalqaro sahnalarda kuchli shaklda mang'uzish uchun Sharqiy Turkiston Jumhuriyati sürgün hukumati birinchi numurliq tanlash va birdan-bir organdir. Ko'rib turganinglardek, Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning ana sababining Xitoy tajovuzchiligi, Xitoy ishg'oliyati va Xitoy shovinizmi ekanligini xalqaroda qo'rqmay va huduqmay yuksak va keskin ovoz bilan to'g'layotgani, shundaqla xalqaroni bu adolatsizlikka aralashishga chaqiryotgani va xalqarodan izchil yordam talab qilayotgani yanala mush Sharqiy Turkiston Jumhuriyati sürgün hukumatidir. Shuning uchun bu hukumatga ega chiqqanlik, o'zimizga ega chiqqanlik va o'zimizga yordam qilganlik hisoblanadi. Qarindoshlar, biz Sharqiy Turkiston xalqi bo'lish bilan suhbatimiz bilan o'zaro adolat o'rnataylik. Adolat daryoda ishonch, sadoqat bo'ladi. Men yana qahramon millatimizning ichidan bu hukumatning moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab kelgan barliq botir azimatlarga minnatdorligimni bildiraman. Tinchlig'inlar uchun rahmat. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin.